He. Voy. Şu arag'i suvni ochib yerlar sug'oray. Ha, bu. Ha? Tarvuz qani? Ay İsmet! Tarvuzu qiyra olib ketar, solib kelmadi tarvuzimni. İsmet bak! Hiç darvozani och! Ochiq ekan. Ay İsmet, olib kelib ber tarvuzni. İsmet senla oilaviy hammang bachang xotining san tirriq bo'lasan ana endi. Nima ya? Ibi, amani tarvuzimni o'g'irlab kelib kayf qilib yeb o'tiribsanlar-ku. 30 dan oldik bu tarvuzni. Hey, bu payt hech kim 30da tarvuz pishmaydigan yolg'on gapirma İsmet. Parnik deb pishadi-ku. Qani parnik? Qani bu yerda parnik yo'q? Bu uyda parnik. Uy ichida kim parnik qiladi? Aman. İsmet senla oilaviy o'g'ri qasamxo'r ekanlar. Bundayka qasamxo'rligi sizlar qayerdan o'rganyapsizlar? Yo YouTube'danmi yo kursa boryapsizlarmi? Nima? Saqin doshning. O'tirishingizga qarang, sizni uyga kelib tuhmat etib turibdi. Men senga hozir tuhmat etishga ko'rsataman. Rais bova! Ha, isqirtamsanglar. Yana nima problema? Anash problema, anash tarvuz ustida yer tarafdan men urushib o'tirmiz. Men tarvuzimni o'g'irlab kelganman İsmet. Ismat, sen nima o'g'irlading buni tarvuzini? Qayerda yozdilar buni tarvuzi deb? Qani, isbotlasin qani? Haqiqatdan u qayerga yozilgan? Isbotlaqan shu sanikiligini. Mana rais bor, mana endi. Yomon qasam ko'rsan-da Ismat. Onsini kelgan-ku tarvuz. Ham o'ylavni ham. Bu ish emaman ishdan. Menga qara İsmet. Sen bu bo'lishing bo'lsa odam bo'lmaysan sen. Men rozi emasman anash tarvuz uchun. O'g'irlar. Ey, buyurmasin shu tarvuz senga. Ey, usta. Voy, qarg'ama, nima qilasan qarg'a? Bitta tarvuz olib beraman. Ey, menga qara, sen qachanacha shunday o'g'irlikdan kun ko'rmoqsan? Undan ko'ra bachang o'qit, yettau ham kelajakda senga o'xshab o'g'ri qasamxo'r bo'ladimi? Qayerda o'qitaman? Buxoro innovatsiyalar universitetida o'qit. Oltin bo'l chegirmalar ketib o'tiribdi. Qanaqa chegirma? Menga qara İsmet, hozir Buxoro innovatsiyalar universitetida oilaviy chegirma, ya'ni seni 2 va undan ortiq qarindoshlaring yoki aka ukalaring, opa singillaring o'qisa, har bir kishi uchun 10% dan chegirma qilib beradi. Undan tashqari İsmet, agar o'g'ling iyulgacha dokumentini vaqtli borib topshirsa, 15% chegirma qilib beradi kontraktga. Rostdan. Aha, shu uchun aytibman o'qinglar oilaviy deb. Ma'naviyating oshadi, o'g'irlik yig'ishtirasan. O'zim bilaman. Tez menga tarvuzimni olib ber.